Men katta oilada yashayman. Qarindoshlarimiz har xil mamlakatlarda yashardi. Yana uyimizda eng quloqsiz men edim. Yoshligimda ko'plab tartibsizliklarni qilganman. Ota-onamga va boshqalarga umuman quloq solmasdim. O'sha vaqtlari yodimda. Qishloqqa keldikmi, darrov ferma tomon yugurib ketardim. Bu safar ham ketib qoldim. Kech bo'lgandi. Uyga borsam ota-onam aniq urishardi. Lekin ular mening qo'rqqan, nimadandir xavotirlangan yuzimni ko'rib hech narsa demadi. Ichkariga kirgizishdi. Men esa biroz o'zimga kelgandek bo'ldim. Bor yo'g'i 7 yoshda edim. Bu yerdagilarni yaxshi tanimasdim. Bu bolaning ismi Met. Met bilan yaxshi o'ynardik. Xuddi ukamdek bo'lib qolgandi. Buvimga aytganimda u hayron qolgandi va qayerda yashashini so'radi. Fermamizning narigi tomonida yashashini aytdim. Fermamizga yaqin joyda masjid bor. Har doim masjidda ibodatlar ishilganda u o'zini yomon his qilardi va quloqlarini yopib olardi. Buning sababini bilishni qattiq istardim. Bu kunlari yozgi ta'til tugayotgan kunlar edi. Bir haftacha vaqtga qolmoqchi edik. Men ketmoqchiligimni aytganimda o'rnidan turdi va menga baqirdi. Jinnimisan? Meni qanday tashlab ketasan? Baqirgandan xavotirga tushdim. Undan nima bo'ldi deb so'radim. U jahli chiqib, toshni oldida tashlandiq uyning oynasiga urdi. Shunda ikkimiz ham qora sharpani ko'rib qoldik. Miyamga yomon fikr, ya'ni ichkariga kirib tekshirib ko'rish fikr keldi. Met ham rozi bo'ldi, chunki ikkimiz ham sarguzashtlarga qiziqardik. Bu ish orqali biroz bo'lsa ham jahli bosiladi deb o'yladim. Katta eski darvozani ochdik va ichkariga kirdik. Bu yerning atmosferasi o'zgacha edi. Og'irlikni his qildim. Juda g'alati. Metga qarasam, u odatdagidek ko'rindi. Xavotir olishimga qaramasdan ichkariga kira boshladik. Esimda hammasi kechagi kundagidek. Met qo'li cho'ntagida xushchaq chalib yurgandi. Hech narsadan xavotirlanmasdi. Men esa yig'lab yubormaslikka harakat qilardim, chunki o'zimni yomon his qilayotgandim. Chuqur nafas olib, ko'zlarimni yumdim. Bir necha daqiqadan keyin ko'zlarimni ochsam, Met yonimda yo'q edi. Qandaydir jonzot men tomon kelayotgandi. Yiqilib tushdim va qichqirdim. Ovozim boricha qattiq qichqirdim. Keyin nima bo'lganini bilmayman. O'zimga kelsam, uyda yotgan ekanman. Kun bo'yi hech kim men bilan gaplashmadi va hafta oxirida shahrimizga qaytib ketdik. Keyingi yil yana fermaga keldik. Metni hech qayerdan topa olmadim. Lekin 5 yil davomida u haqida o'yladim. Balkim endi hech qachon ko'rmasam kerak degandim. Ammo 5-yil shu yerda edi. O'sha jilmayishi, uni tanigandim. Ko'rib xursand bo'lib ketdim. Uyimizni oldida o'tirdik va o'sha kun fermaga yaqin joydagi uyga borganimiz esingdami deb so'radim. Kolasini bitta ichdi-da, albatta, qanday unutish mumkin dedi. Ko'zlarimda yosh bilan nima bo'lganini so'radim. Baqirding va hushingdan ketding dedi. Biroz jim turib, sen qora sharpani ko'rding dedi. Unga qarab turib, qanaqasiga, buni qayerdan bilasan dedim. O'sha uydagi ruh men bilan har doim ibodat ishilganda meni uradi degandi. Yig'lab yubordim, aytayotgan so'zlarga ishona olmasdim. Keyinchalik oilamiz yanada yaqinroq bo'ldi. Uni qarindoshlari bilan bizning qarindoshlarimiz turmush qurishdi.